Assalomu alaykum o'g'aylar, mana qilib karbyurator tayinlayapmiz. Ko'proq hozir u yoqdan bu yoqdan pochta qilib berib yuboring aka deganlar ko'p bo'lyapti. Mana hozir bitta olabuqaga tayinladim, uni ichkariga olib kirib qo'ydim. Bunisi endi birontasi telefon qilib qolsa deb mana O'zbekiston karbyurator. Mana hamma yo'g'i chotki ishladi, patsos hamma yo'g'i ishladi. Tiniq mashina soatda ishlayapti. Hozir rasxodini o'lchamoqchiman. Kim olsa ham shu videosi bilan video отчет qilib jo'natishimiz kerak-da. Обязательно. Mana 100 gram benzin. 100 gram benzin. Bu avtomat, faqat mashina avtomat. Bunga men mexanika tayinlab qo'yyapmiz. Avtomatda o'zi asli ko'proq ichadi. Ko'ramiz hozir necha kilometr yurar ekan mana shu. Mana matida mana qilib belgi qilib qo'yganman, hozir yana yozaman, hozir ko'rasizlar. Xo'p, mana men qarab turinglar, mana matiga O'zbekistonda karbyuratorligi uchun uzib deb yozib qo'yganman. Mana matida mana o'zim bilgani belgi qildim mana. Sotiladi deb yozib qo'ydim mana. Hop, mana shu karbyurator. Xudo xolasa mana 100 gram benzin ulandi. Hozir ko'ramiz mana shu benzinda necha kilometr yurar ekan. Avtomat mexanika karbyurator bilan necha kilometr yurar ekan. Asli avtomat ko'proq ichadi, bilasizlar. Avtomatda qichamikin yo mexanikada qichamikin necha kilometr 100 gram benzin ko'rasizlar hozir. Speedometrda hozir 00 qilib qo'yaman. Hozir ko'rsataman uni ham. Mana speedometrda hozir 00 qilyapman mana. Mana 000. Hozir ko'ramiz tevadagi necha turibdi. 5 4 bilan 5 ta o'rtasida turibdi. 5 kilometr 500 metr turibdi tevadagi. Hozir buni ko'ramiz. Necha kilometr yurar ekan. O'sha avtomatda mexanika karbyurator. O'zbekistonda ekonomichniy qilingan karbyurator. O'zimiz ash переделка qilgan karbyuratorimiz. Ko'ramiz necha kilometr yurar ekan. Mana shahar stilida peshxodlarni qo'yib yuborib, avtomat o'zi g'alatalik og'ir, jilib og'ir yuradi-yu, o'sha avtomat tinamasida ketyapmiz mana. Переключениялari ham putsa qilib qoladi bu. Mexanika qo'yib qo'ysangiz karbyuratorda. Mana hozir ko'ramiz. Mana og'aylar уже yetib kelyapman uyga. Hozir ko'ramiz necha kilometr yurdi ekan. Necha kilometr bo'ldi ekan mana. Hozir bismillahirrohmanirrohim. Tak. 2 kilometr 300. Mana. 2 kilometr 300. No, tevadagi 7 bilan 8 o'rtasida turibdi. Pashti 8. Ketayotganimizda 5 midi? 708 bo'ldi. 2 kilometr 300 yurdi. Past 2 kilometr 300 ko'rsatyapti mana. Agar ko'rinayotgan bo'lsa 2 kilometr 300 ko'rsatyapti. Mana shu to'ru 3 ishdi yuziga. Og'aylar 100 gram benzinni mana mashina o'chgani yo'q hali. O'chgani yo'q hali mashina. Hozir mana ko'rsataman. Mana zavod bo'lib turibdi. Hozir ko'ramiz, baklashkan tayda может benzin oshib qoldimi? Oshmadimi? Mana zavod bo'lib turibdi mashina. Oho! Mana. Mana benzin bor ichida hali ham. Yana yurardi yana. 100 metr o'ynab kelib yurardi. 100 metrdan oshiqroq ham yurardi. Bu to'rtta ichib qo'ydi desam ham bo'laveradi buni. Mana shu karbyurator og'aylar sotiladi mana. Sotiladigan karbyurator. Mana karbyuratorni o'zingizlar ko'rdinglar mana holati. Mana netga sotiladi deb yozdim hozir. Mana shu karbyurator mana. Mana 100 gram benzin bilan 4 kilometr, 2 kilometr 300 yurdi. 300 yurib turib tagida yana ancha benzin oshib ham qoldi mana. Ko'ryapsizlar? Ya'ni 100 metr yuradigan benzin oshib qoldi tagida. U degani mana karbyuratorning ichida benzin ashunday turibdi, benzin ichidagi ashunday turibdi. U degani og'aylar bu yuziga 4 ta ishdi mana shu karbyurator mana. Chista O'zbekistonda tikonlarga chiqarilgan karbyurator, to'ka difuzorlarni o'zimiz razmerlarga tashxis qilganmiz. Bu qilingan karbyurator bu. Qilingan chotki karbyurator. Hamma yo'q zo'r ishlaydigan karbyurator. To'g'ri, lekin bunda bitta nimasi bor.
mana suv ulanadigan joylar jinday chirigan. Buni biz shunaqa qilib qo'yamizki, sizga udobniy qilib ulashga udobniy qilib shtutsirlar qildirib qo'yamiz, bu yog'iga qilib qo'yamiz. O'zi cheresh shlangini uchiga shtutsirlarni qatirib, bu yog'ini shlangini voshni qilib yechilmaydigan qilib qo'yamiz. Bu yog'ini mana komfortni minadigan qilib qo'ydik. Tortishiga vashe gap yo'q. Avtomatda shuncha yurdi. Og'aylar, agar mexanika bo'lganda bu vashe bilmayman, 8 ham ichib qo'yamidi ekan. Gap yo'q. Zo'r chiqibdi karbyuratorim. Mana shu sotiladi, og'aylar.